Demak, birinchi savol yechimi. Teng mol nisbatda olingan uglerod atomlar soni teng bo'lgan alkan aralashmasi 80 gram 20% bromning uglerod tetraxloriddagi eritmasini nayzlantiradi. Xuddi shunday aralashma yondirilganda esa 1344 litr, ya'ni 0.4 mol karbonat angidrid hosil bo'ladi. Karbonat angidrid hosil bo'lgan bo'lsa, demak alkan topilsin deyapmiz. Xo'p, CnH2n deb alkanni, CnH2n+2 deb alkanni belgilab olsak. Bu yerda faqat alkan reaksiyaga kirishadi bromni suv bilan. CnH2n plusdan bittasiga bitta brom ketadigan bo'lsa, CnH2n brom 2 alkan hosil bo'ladi. Bromning miqdorini topib oladigan bo'lsak, 80 gram 20%, 12 ko'paytirsak 16, 160 ga bo'ladigan bo'lsak, xo'sh, 0.1 mol. Demak, mana buning 1 molga bundan ham 1 mol ketar edi. 0.1 mol ketgan bo'lsa, demak, alkan 0.1. Teng miqdorda olindi degani uchun alkanni ham 0.1, alkanni ham 0.1 olamiz. Jami ikkalasi 0.2. Endi uglerodlar soni teng bo'lgani uchun alkandan 0.1 n mol, alkandan ham 0.1 n mol karbonat angidrid chiqadi va jami 1344 litr, ya'ni 0.6 mol hosil bo'lgan. 0.2 n teng 0.6 ga, n teng 3. Demak, alkan C3H8 propan, alkan esa C3H6 bo'lishi kerak. Propan. Tushunarli? Keyingi qaysi polimer elektrotexnika va radiotexnikada foydalaniladi? Tabiiy tolaning o'rnini bosuvchi tolalar olishda foydalaniladi desa, demak 10-sinf kimyo kitobida o'qib qo'yasizlar. Bu javob polipropilen bo'ladi. Uchinchi savol. C3H5 xlor tarkibli nechta modda mavjud fazoviy izomerlar hisobga olinmasin deyapti. C3H5 bo'lish uchun bizda ikkita variant bor. Alkan bo'yicha, demak, mana bu propenning hosillarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda xlor, endi vodorodlar ketadi, xlor kelayotgan vaqtda, shuning uchun bu yerga kelsa 1, bu yerga kelsa 2, bu yerga kelsa 3 ta. Bundan tashqari siklopropanning ham bitta xlorli hosilasi bo'lishi mumkin-da, bunga keladigan bo'lsa 4. Shuning uchun javob 4 xil bo'lishi mumkin deyiladi. Keyingi o'simliklarda sodir bo'ladigan fotosintez jarayoni tezlashtirishda ishtirok etadigan 4 tadan 2 tasi esa bor va mangan. 5-savol. Temir qo'shaloq is gaz qo'shadigan bo'lsak, temir plus karbonat angidrid. Demak, minus delta H degan xo'sh, ekzotermik reaksiya. Xo'sh, muvozanat chapga surish uchun nima qilish kerak deyapti. Demak, bu reaksiyada mana bu oldi ham 4, buni oldi ham 4 bo'lgani uchun bosim ta'sir qilmaydi. Ekzotermik reaksiyani haroratini ko'tarsak, demak, reaksiya chapga suriladi. Haroratni kamaytirsak 10 ga, bosim ta'sir qilmaydi. Katalizator qo'shsam, muvozanatga ta'sir qilmaydi deysizlar, faqat 2 degan javobni tanlaysizlar. Keyingi kaliy gidrid, litiy gidridning teng massali aralashmasi suvda eritilganda 0.5 mol gaz ajraldi. Hosil bo'lgan, demak, kaliy gidroksid massasi topilsin. Qaranglar. Kaliy gidriddan o'zimiz 1 mol olaylik. Suvda eritamiz. Hosil bo'ladi kaliy gidroksid va vodorod. Mana bundan 40 bo'lganda, bundan 56 gram hosil bo'lganda vodorod 1 mol chiqadi. Xo'sh, litiy gidridni ham suvda eritadigan bo'lsak, bundan ham litiy gidroksid va vodorod chiqadi. Bundan har 8 gram bo'lganda, bundan demak 24 gram, bundan esa 1 mol. Teng massada degani uchun bundan ham demak 40 gram olamiz. Bunda chiqadigan vodorodning miqdori 5 mol bo'ladi. Endi bizga kaliy OH zarur va vodorodni bergan. Demak, kaliy OHdan har 56 gram chiqqan vaqtda vodorod jami bu yerda 1, bu yerda 5 qo'shsak 6 mol hosil bo'lgan edi. 0.15 mol vodorod chiqishi uchun qancha kaliy OH zarur desak, 0.15 56 ga ko'paytiramiz, 8.4, 6 ga bo'lamiz, 1.4. Demak, to'g'ri javob davron ekan. Keyingi 7-savol. Tuzlardan deyapti, bittasi chala dissotsiyaga uchragan. Qaysi tuz chala dissotsiyaga uchraganligini toping. Endi vaqt kam bo'lgani uchun bittalab yozib o'tira olmaymiz. Shuning uchun 602 1023 ga bo'ladigan bo'lsak, mana buni 0.4 mol degan. Natriy nitrat dissotsiyalansa, natriy plus va NO3 minus, ya'ni ikkita yon chiqadi. Bo'lasiz 2 ga,
Demak, birinchi tuz 0,2 mol. Ikkinchi tuz kaliy karbonat. Buni ham 6,02 10^23 ga bo'ladigan bo'lsangiz, bundan 0,6 mol chiqadi. Kaliy karbonatning dissotsiasiyadan esa ikkita kaliy plus, bitta karbonat 2 minus hosil bo'ladi. Buni ham 3 ga bo'lib qo'yasiz, 3 ta yon chiqqani uchun 0,2 mol ikkalasining moli teng chiqdi. Alyumin sulfat mana bu 6,02 10^23 ga bo'linadigan bo'lsa 1 mol. Alyumin sulfatning dissotsiyalanishidan ikkita alyuminiy 3 plus va 3 ta SO4 2 minus yon chiqsa 5 ta yon. Jami bu ham 0,2 mol bo'lyapti. Oxirgi tuzimiz kaliy fosfat bo'lsa, uni dissotsiyalanishidan 3 ta kaliy plus, bitta fosfat 3 minus chiqyapti. Jami 4 ta yon. Buni 6,02 10^23 ga bo'ladigan bo'lsak 0,4. 0,4 4 ga bo'ladigan bo'lsak 0,1 mol. Demak, hamma tuz bir xil miqdorda olingan, ya'ni 0,2 dan olingan deb o'ylasak, bu to'liq dissotsiyaga uchragan hammasi, bu ham to'liq uchragan, bu ham to'liq uchragan, faqatgina kaliy fosfat yarmi dissotsiyaga uchragan bo'lib chiqadi. Keyingi 8 Venn diagrammasiga asosan xususiyatlarni moslang deyapti. Qarang. Tashqi qavatida faqat juft elektronlar mavjud desa, bu umumiy gap. Ikkalasida ham faqat juft bo'lishi uchun ani ikkinchiga aytamiz. Oksid tarkibida kislorod bilan massa nisbati 5 ga 2 deyapti. Xo'sh, bu kislorodga nimaga kalsiyga mos tushadi. Birikmalarda +2 oksidlanish darajali deyapti. Bu ham ikkalasi uchun. Metal xloridining molyar massasi 80 deyapti. Bu beriliy uchun bo'ladi. Demak, to'g'ri javob Anvar ekan. Keyingi 0,1 mol natriy oksid tarkibidagi atomlar soni deyapti. U 0,3 ligini hamma biladi, saqmas. 16,6 gram etil spirt va propil spirtdan iborat aralashma natriy metali bilan ta'sirlashdi. Endi bu yerda reaksiya yozib 2 nol qilsa ham bo'ladi yoki reaksiya yozmasdan 2 nol qilsalar ham bo'ladi. Natriy bilan reaksiyasini yozib olasiz. Har ikkita etil spirt, ikkita natriy bilan ta'sirlashsa, xo'p, etil spirtning alkogoliyati va vodorod chiqadi. Propil spirt ham xuddi shunday. Ikkita propil spirt SO3H7OH plus natriy ta'sir ettirsangiz SO3H7O natriy va vodorod. Bu ham ikkita. Mana bundan har 92x bo'lganda bundan x chiqadi. Bundan 60 kare 2 120y bo'lganda bundan y chiqadi. Mana bu jami 0,15 mol chiqayotgan bo'lsa, bu ikkalasi esa 16,6 gram. Ikki noma'lum tenglama 92x plus 120y teng 16,6 ga. Xo'sh, x plus y teng 0,15 ga. Asqat olib 120 ga ko'paytirib ayirib tashlasak, 120 dan 92 ketsa 28x teng 120 dan 0,15 ga ko'paytirsak 18, ayirmasi 1,4. X chiqadi 0,05, y chiqadi 0,15 dan 0,05 dersak 0,1. Ikkalasi ham 2 mol edi. Shuning uchun 2 ga ko'paytirasiz 0,1, 2 ga ko'paytirasiz 0,2 mol bo'ladi. Demak, to'g'ri javob Anvar ekan. Yoki buni osonroq usuli, ikkalasidan ham doim ikkita spirtdan bitta vodorod chiqadi. 0,15 ni 2 ga ko'paytirsangiz 0,3 mol deb ikki noma'lum tuzib qo'ysangiz ham bo'ladi. 46x plus 60y teng 16,6, x plus y teng 0,3 bo'ladi. 2 marta kichiklash oson. Xo'sh, 11 qaysi biridan tuz hosil bo'ladi deyapti. Mana birinchi reaksiya sodir bo'lmaydi, tuz chiqmaydi. Ikkinchi reaksiya konsentrlangan bo'lgani uchun sodir bo'ladi tuz. Mana bu reaksiyadan ham natriy alyuminiy OH dan 4, demak kompleks tuz chiqadi. Shuning uchun B va C'lar to'g'ri desak bo'lar ekan. 12 mis plus konsentrlangan sulfat kislota desak, A modda gaz deyapti. Shuning uchun A moddani siz SO2 olishingiz kerak. Kaliy OH qo'shsak mol miqdorda undan kaliy sulfit chiqadi. Kaliy sulfitga bariy xlorid qo'shadigan bo'lsak, D modda cho'kma deyapti. Cho'kma demak bariy sulfit cho'kma bo'ladi. Jami. Xo'sh, 13 A moddaga suv qo'shdik, natriy OH. B moddaga kislorod qo'shdik, C modda. B moddaga C ni qo'shdik, A modda chiqdi. Ya'ni bu yerda mana bunday o'ylasak bo'ladi. Natriyni yondirgan paytimizda natriy peroksid chiqadi. Natriy peroksidga yana natriy qo'shsak, undan natriy oksid chiqardi.
natriy oksidni suvda eritsak, natriy OH chiqaradi. Mana shunday reaksiyada S modda uchun xos so'rayapti. Demak, bu yerda S modda natriy peroksid bo'lgan. Karbonat angidridni o'ziga yutadi degan javob bo'ladi. Keyingi savol vodorod nima uchun birinchi guruhda joylashgan desa, tashqi havoda bitta elektron bo'lganligi uchun deysiz. Keyingisi 15. Xrom 3 xlorid plus xlor, kaliy OH, kaliy xromat. Demak, mana shu yerda natriy xlor yozib ketibdi. Buni ham kaliy xlor, mana buni ham kaliy xlor deb ishlaysizlar. Hosil bo'ldi, okslovchi massasi topilsin deyapti. Demak, tenglashtirib olamiz reaksiyasini. Xrom xlor 3 plusdan xlor plusdan kaliy gidroksid hosil bo'lyapti. Kaliy xromat plusdan kaliy xlor plusdan suv. Xrom plus 3 dan xrom plus 6 ga o'tyapti. Demak, o'sha vaqtda 3 ta elektronni yo'qotdi. Xlor 0 dan xlor minus 1 ga o'tyapti, 2 ta elektronni oldi. Ikkitasi. Demak, balans buni oldiga 2, buni oldiga 3, buni oldiga ham 2. Jami xlor 12 ta bo'lgani uchun buni oldi 12 bo'ladi. Jami 16 ta kaliy OH ketyapti, buni oldi 16, suvni oldi esa 8. Xo'sh, okslovchi xlor bo'lyapti. Xlordan har 3 mol ketganda kaliy OH 12 mol, kaliy xlorid 12 mol chiqyapti. 1.2 mol chiqqan bo'lsa, demak xlor qancha desak, 0.3 mol. 71 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 21.3 gram bo'ladi. Keyingisi 16. Temir yondirilganda 58.4 gram oksidlar aralashmasi hosil bo'ldi. Qancha foiz qism temir? Demak, 3 valentlikka o'tgan. Buni bittalab reaksiyasiz ham ishlash mumkin. Temir 2 oksid, temir 3 oksid deysiz. Bundan X, bundan Y olasiz. Demak, 72X plusdan 160Y teng deysiz. 78.4 gram chiqdi. Hozir reaksiya yozsangiz qiyinlashadi misolingiz. Xo'p, 56 gram temir degani 1 molmi? Mana buni ichida bitta bo'lyapti X, buni ichida ikkita bo'lyapti 2Y teng 1 ga. Past qator 80 ga ko'paytirasiz. Ayirib tashlaysiz, 80 dan 72 ketsa 8x teng, 80 dan 78 ga 4 ketsa 1.6 ga, x teng 0.2, y teng 0.4 bo'ladi. Buni ichida bitta temir bor. Birinchi reaksiyaga 0.2 mol ketdi. Buni ichida ikkita bor, ikkinchi reaksiyaga 0.8 mol ketdi. Ya'ni 3 valentli hosil qilgani 0.8 mol bo'lsa, jami 1 mol temir bor edi, 100%. 0.8 mol temirimiz qancha desak, 80% bo'lar ekan. Keyingisi. Xlorid va bromid kislotadan tashkil topgan 200 ml eritma. Xo'sh, natriy karbonat ta'sir ettirilganda 6.72 litr gaz ajraladi. Qaranglar. 672 ml. Bu degani agar 67.2 bo'lganda 3 mol bo'lardi. 0.672 litr-ku, uni 22.4 ga bo'lsak, 3 ta oldiga 2 ta 0 o'tkazamiz. 0.03 mol karbonat angidrid chiqdi. Doim ikkita kislotadan bitta gaz chiqqani hisobiga 2 ga ko'paytirib qo'ysak, 0.06 mol, demak, H xlor va H brom aralashmasi bor desak bo'ladi. Endi kumush nitratga ta'sir ettirsak, kumush nitrat plus H xlor desak, cho'kmaga tushadi kumush xlorid va hosil bo'ladi nitrat kislota, bu cho'kma. Xo'p, kumush plus nitrat kislotaga bromid kislota ta'sir ettiradigan bo'lsak, kumush nitratga bromid kislota ta'sir ettiradigan bo'lsak, kumush bromid cho'kmaga tushadi va yana nitrat kislota chiqadi. Xo'sh, mana bu ikkalasi jami 0.06 mol deyapti. Cho'kmalarimiz jami demak 9.5 gram. X, Y bo'lsa, bundan 143.5x, bundan 188y. Ikkini ma'lum qilamiz. X plus Y teng 0.06. Xo'sh, 143.5 x plus 188y teng deysiz 9.5 ga. Tepani 188 ga ko'paytirasiz, ayirib tashlaysiz. Demak, bundan chiqadi 44.5x teng 188 ni 06 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 9.4 ga 1.88 qo'shadigan bo'lsak 14
11:44 bo'lar ekan. Xo'p, 9 va 5 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, demak 4,45 chiqadimi? 606 ni 188 ga ko'paytiramiz. 9,5 ni ayirib tashlaymiz. 1,78 ekan. X teng 0,04, Y teng 0,02. Endi bramid kislotani so'rayapti, qarang. Bramid kislota eritma har 200 ml bo'lganda 200 ml bo'lganda 0,02 mol bor. Aslida 2 litr deyapti. 2000 ml ichida qancha desa 0,2 mol deysiz. Demak, to'g'ri javob 1 bo'lar ekan. Keyingi 18. 200 ml 0,1 molyarli mis nitrat va 100 ml 0,2 molyarli kumush nitrat eritmalar aralashtirildi. Xo'p, va 0,4 faradga o'tkazildi. Kumush nitrat qanchaligini topib olaylik. Birinchi 0,2 molyarli ko'paytiramiz 0,1 litrga 0,02 mol. Xo'p, undan keyin mis2 nitrat qanchaligini topib olaylik. 0,1 molyarli ko'paygan 0,2 litr teng bu ham 0,02 mol. Xo'sh, tartib bo'yicha birinchi kumush nitrat elektroliz bo'ladi. Kumush nitrat elektroliz bo'ladigan bo'lsa, katodda kumush, anodda kislorod, eritmada qoladi nitrat kislota. 4 2 4 1 4 deb tenglashsa, mana bundan har 4 mol bo'lganda ketadi 4 faraday tok. Bizda hozir 0,02 mol bor. Bunga ketadigan tok 0,02 faraday. Jami 0,04 faraday tok bor. Undan 0,02 faraday ketdi. Demak, qolgani ham 0,02 faraday, bu mis2 nitrat. Xo'sh, mis2 nitrat tuzini elektroliz qiladigan bo'lsak, katoddan mis, anodda kislorod, eritmada qoladi nitrat kislota. Buni oldi 2, buni oldi 2, buni oldi 2, nitrosdan oldi esa 4. Xo'sh, bundan har 2 mol bo'lganda tok 4 farad ketadi. Mana undan 0,02 bor, lekin tok kamroq. 0,02 faraday tok bilan qancha tuz elektroliz qila olamiz desak, 0,01 mol. 0,02 mol mis2 nitrat bor edi, 0,01 ga ketgan bo'lsa, 0,01 mol. Demak, mis2 nitratimiz ortib qolgan bo'ladi. Qolgan tuz 0,01 ekan. Keyingi 19-savol. 4p2 va 4p5 qavatchalardagi eng oxirgi elektron qaysi kvant sonlar bilan bir-biridan farq qiladi desa, xo'sh, 4p2 mana bu holatda bo'ladi. 4p5 esa 3 4 5 mana bu elektron. Bosh kvant son 3, bosh kvant son 4 4. Orbital 1, orbital 1. Magnit 0, magnit 0. Spin +1/2, spin -1/2 bo'ladi. Demak, faqat spin kvant son bilan bir-biridan farq qilar ekan. Keyingi 20. Qanday massali teng mol nisbatda olingan magniy sulfat ikkita suv va magniy sulfat bitta suv aralashmasi 204 gram suvda eritilganda to'yingan eritma hosil bo'ladi deb so'rayapti. Magniy sulfatning beruvchanligi 25. O'zimizdan 1 mol ikkita tuzlanma olsak bo'ladi. Demak, magniy sulfat ko'paygan 7 ta suv plusdan magniy sulfat ko'paygan bitta suv. Mana bundan har 120 gram bo'lganda 7 ta suvimiz 126 gram. Bundan ham 120 gram bo'lganda suvimiz 18 gram. Endi suv va tuz. Har 100 gram suvda 25 gram tuz eriydi. Nisbatan shunday. Bizda 120 ga 120 ni qo'shadigan bo'lsak, 140, 240. 240 da qancha desak, 4 marta ziyodroq bo'lgani uchun 240 kara 4 960 bo'ladi. 960 dan ayirib tashlaymiz. O'zida mana bu yerda 126, bu yoqda yana 18 bor. Demak, ayirib tashlaydigan bo'lsak 816 gram. Demak, har 816 gram suvda to'yingan eritma olish uchun
100 mana ikkalasini qo'shsak 246, bu ikkalasiniki 138 bo'ladi. 246 ga 138 qo'shadigan bo'lsak 384 gram tuz eritish kerak. 204 gramida qancha eritamiz desak, mana 4 marta kichikroq-ku. Bu yerda ham 4 marta kichikroq son chiqadi. 384 4 ga bo'ladigan bo'lsak 96 gram. Keyingi molekular tarkibida 4 ta sp3 gibridlangan uglerod bo'lsin deyapti. 4 ta sp3 gibridlangan atom bo'lsin demayapti sizga, uglerod bo'lsin. Demak, har birini yozib chiqasiz. Mana biz javobni yozib ko'ramiz. Propil atsetat. Demak, sirka kislotaning propil efir. 1 2 3 4 ta. Demak, 4 ta uglerod atomi sp3 gibridlangan. Jami sp3 gibridlangan atomlar esa 5 ta, chunki mana kislorod ham sp3, lekin u uglerod emas. Keyingi 22. 12 gram magniy va alyuminiydan iborat aralashma bramid kislotada eritildi va 0,65 mol gaz ajraldi. 230 gram eritmagan bo'ldi. Magniy bramidning mahsuli topilsin deyapti. Ikkala ma'lum deyapti. Magniy plus bramid kislota deydigan bo'lsak, hosil bo'ladi magniy bramid plusdan vodorod. Mana bundan har 24x bo'lganda, bundan chiqadi 184x. Bundan hosil bo'ladi x. Xo'sh, alyuminiy plusdan bramid kislotada eritiladigan bo'lsa, undan alyuminiy bramid plus vodorod chiqadi. Ikkitasidan 3 ta desak 6 ta, 2 ta. Ya'ni har 54y dan bu chiqarilgani shart emas, masalada so'ralmagan 3y. Tenglab o'tamiz. 24x plusdan 54y teng 12 ga, x plus 3y teng 0,65 ga. Xo'sh, pastki qatorda 18 ga ko'paytirib yuborsak, y'lar ketadi. Bundan 6x chiqadi teng. Demak, 0,65 dan 18 ga ko'paytirsak 11 ayirib tashladigan bo'lsak 0,3. X dan chiqadi 0,05. Shundaymi? Demak, uni ko'paytirasiz. 184 ga magniy bramidni massasini beradi. 9,2 gram. Xo'p, bizda eritma jami 230 gram edi. 230 gramimiz 100% deymiz. Tarkibida 9,2 gram tuz bo'lsa, 9,2 miz qancha deydigan bo'lsak, 4% bo'lar ekan. To'g'ri javob C bo'ladi. Keyingi 23. 90% miz 10% oltindan tashkil topgan aralashmani to'liq eritish uchun 64 gram aralashmani qancha 30% nitratsiyada kerak. Bizda faqat reaksiyaga mis kirishgani uchun mis qanchaligini topib olamiz. 64 ni ko'paytiramiz 0,9 ga. Demak, 57,6 gram bo'ladi. 64 ga bo'lib oladigan bo'lsalaring 0,9 mol. Mis, demak, plusdan nitrat kislota. 50% dan pastroq bo'lgani uchun suyultirilgan deb o'ylaymiz. Mis 2 nitrat plus NO plusdan suv. Tenglashtirib qo'yadigan bo'lsak, 3 taga 8 ta, 3 ta, 2 ta, 4 ta tenglashardi. Demak, mana bundan har 3 mol bo'lganda, bundan 8 tasi 504 gram bo'ladi. Reaksiyaga kirishayotgani. Xo'sh, 0,9 moliga qancha desak, 0,9 ga qancha desak. Qarang, mana shu o'zida soddalashtirib qo'yamiz. 504 ni ko'paytirishimiz kerak 0,9 ga va bo'lishimiz kerak 3 ga. Va eritma 30% bo'lgani uchun 0,3 ga ham bo'lishimiz kerak-da. Mana ikon ko'paytmasi 0,9, bu bilan ketadi. Javob 504 gram chiqib keladi. To'g'ri javob A ekan. Keyingi sigma bog'lar sonining kamayib borish tartibida deyapti. Demak, xlorat natriy perxlorat ichidagi sigma bog'lar strukturani chizib yozib chiqasizlar, 5 ta chiqadi. Alyuminiy fosfatdagi sigma bog'lar sonini yozib chiqasizlar, 6 ta chiqadi. Magniy sulfatdagilar esa mana bu 7 ta chiqadi, 6 ta emas. Magniy sulfatdagi esa 6 ta chiqadi. Kamayib borish tartibida joylashtiring deyapti. 2 3 1 degan javob to'g'ri ekan. Xo'p, 25-savol. Natriy nitrat va kumush nitratdan iborat aralashma qizirilganda oddiy va murakkab moddalar 9 ga 14 nisbatda bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massa nisbati topilsin deyapti. Xo'p, o'zimizdan keling kumush nitratni olamiz. Parchalasak, kumush va NO2 va kislorod chiqadi.
ikkita bo'lganda ikkita bitta. Ya'ni mana bundan har 340 gram bo'lganda oddiy modda 2 mol, murakkab modda 2 mol, oddiy modda yana 1 mol. Xo'sh, natriy nitratni parchalaydigan bo'lsak, undan esa natriy nitrit va kislorod chiqadi. Buni oldik 2, buni oldik 2. Bundan har 170x bo'lganda bundan chiqadi ikkitasi 138x. Bu umuman molini hisoblaylik, bizga moddalar mol kerak. Xo'sh, bundan 2x, bundan x. Bu tomonga oddiy moddalar, bu tomonga murakkab moddalar yozamiz. Demak, oddiy moddalar tepadagi reaksiyada 3 ta, ya'ni 2 ga 1 ni qo'shasiz, bu yoqda yana x ta bor. Murakkab moddalar esa 2 plus 2x taqsim 9 ga 14 bilan. Ko'paytirib ishlasak, 42 plus 14x teng 18 plus 18x ga ikki joyni almashtirsak, demak 24 teng 4x ga x teng 6 ga bo'ladi. Demak, birinchi modda 340 gram edi. Ikkinchi moddamiz 170 ni 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 1020 gram. Nisbatga olib keladigan bo'lsak 1 ga 3. Ya'ni men teskari yozdim. Birinchi natriy nitrat kelgan masalada 3 ga 1. Keyingi 26-savol. Suvda deyapti 2 mol kaliy nitrat, 2 mol kaliy nitratni dissotsiyatsiyaga uchrattirsak, 2 mol kaliy plus va 2 mol nitrat minus chiqadi. 1 mol alyuminiy xlorid, undan bitta alyuminiy plus 3 ta xlor minus chiqadi. 3 mol natriy OH desak, 3 ta natriy plus 3 mol OH minus chiqadi. Bitta kumush nitrat desak, bitta kumush plus va bitta yana nitrat chiqadi. Xo'sh, 2 mol bariy bo'ladigan bo'lsa, 2 ta bariy plus 2 va 4 ta NO3 minus. Xo'sh, keyin yana 1 mol kaliy sulfat bo'ladigan bo'lsa, 2 ta kaliy plus va bitta SO4 2 minus chiqadi. Bunda o'zaro bir vaqtda mavjud bo'lmaydigan ionlar belgilab o'raylik. Qarang. Alyuminiy OH ni ko'rsa, to'liq cho'kadi ikkalasi. Chunki o'zi birga uch nisbatda ortmaydi ikkalasidan ham. Xo'p, undan keyin kumush xlorni ko'rsa cho'kadi. Kumush tugaydi. Xlordan esa 3 ta bor edi, bittasi ketsa, ikkitasi qoladi. Keyin undan tashqari mana bu yerda demak bariy bilan sulfat ham birga tura olmaydi. Bu sulfat bitta-ku, shuning uchun bariydan ikkita edi, bittasi ketsa, bittasi ortib qoladi. Kationlarning tarkibini so'rayapti. Jami kaliylar qarang. Mana bu yerda ikkita kaliy bor, bu yerda yana ikkita kaliy bor. Shuning uchun hosil bo'lgan eritmada kaliylar soni 4 ta. Alyuminiy tugadi. Natriylar soni mana yerda 3 ta bo'lyapti, boshqa joyda natriy yo'q, 3 mol. Xo'sh, bariy plus 2 lar soni esa ikkita bor edi, bittasi cho'kdi, 1 mol qoldi, 4 3 1 Sj bo'ladi. Keyingisi 27. 12 gram kremniy to'rt oksid va magniydan iborat aralashma deyapti, qizdirildi. Yangi, demak, aralashmada kremniy 2,8 gram bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi magniy topilsin deyapti. Qaranglar, magniy plus kremniy to'rt oksid desak, ikkovi ta'sirlashganda magniy oksid va kremniy birinchi hosil bo'ladi. Bundan 2 ta, bundan 2 ta. Ya'ni har 48 gramga bundan 60 gram ketganda, bundan 28 chiqishi kerak edi. 12 gram bor. Bundan qancha desak, 0,2 ta 9,6 gram ketadi. Bundan qancha desak, 5,6 gram hosil bo'ladi. Hozir sarflab bo'ldi. Endi kremniy 5 va 6 chiqqan ekan, 208 qoldi deyapti. Demak, 208 qayerga ketdi degan savolni bersak, u ortib qolgan magniy bilan o'zaro ta'sirlashib qo'ygan bo'ladi. Magniy plus kremniydan magniy silitsit hosil bo'lgan. Tushunarlimi? 2 ga 1 ketaveradi. Demak, har 48 grami 28 gram bilan kirishsa, 208 ku bizda reaksiya kirishgan. 208 ga qancha desak, 4,8 gram. Demak, ikkita magniyni jam qo'shadigan bo'lsak, 14,4 gram bo'ladi ekan. Keyingisi
oxirgi 3 ta imtihonga tushmagan, faqat savollar sonini 30 ta qilish uchun qo'shib bergan savollarimiz. Qo'shib qo'ygan savollarimiz. Izomer, ya'ni izomeri bo'lmagan 3 ta alkan ham. Izomeri bo'lmagan 3 ta alkan. Demak, izomeri bo'lmagan 3 ta alkan bular metan, etan va propan. 3 ta izomeri bo'lmagan alkan. Izomer emas, izomeri deyish kerak. Demak, i qolib ketgan. Xo'p, bir xil sharoitda y va z ni qo'shib x tizishiga teng qilsak bo'ladi. Ya'ni qaysi ikkovini qo'shib uchinchisini olsa bo'ladi desa, bu ikkalasini qo'shib buni olsak bo'ladi. Demak, x modda aniq etan ekan. Demak, mana buni qaysidir bittasi z, hozir qaysidir bittasi y. Endi qarang, x bilan y ni qo'shsak, g-ga nisbatan zichligi z nikidan katta bo'ladi. Demak, etanga qaysini qo'shsak bittasini katta chiqadi desa, propanni qo'shsak. Demak, bu modda mana y ga x qo'shdik-ku. Shuning uchun buni y, metanni esa z deysiz. Y ni 1 molni to'la xlorlash uchun deyapti. Demak, propan SO3H8 ni xlorlash uchun, to'la xlorlash uchun degan joyga e'tibor qiling. SO3 xlor 8 plus 8 ta H xlor chiqarish kerak. Bu uchun 8 ta xlor zarur. Tushunarlimi? Keyingisi 29. X tuzi tarkibini aniqlash uchun eritmaga kaliy oqish qo'shildi. O'tkir hidli gaz chiqdi, demak, ammiakka xos reaksiya. Olingan gaz lakmus qog'ozni ko'k rangga bo'yadi, ammiakligini isbotlab qo'ydi. Kumush hidrat qo'shganda esa oq cho'kma tushdi. Bu xloridga xos reaksiya, demak, ammoniy xlorid bo'lgan ekan. Xo'sh, 30-savol. Asetilonni dimerlashda y modda olindi. Trimerlashda dimerlanishida x, trimerlanishida y olindi. Asetilonni dimerlasak, ikkita asetilonni qo'shadigan bo'lsak, vinil asetilen hosil bo'ladi. CH, CH. Asetilonni trimerlasak esa, undan benzol hosil bo'ladi. Xo'p, oddiy sharoitda x bromni suvni rangsizlantiradi deyapti. To'g'ri, birinchi bor. Y kaliy permanent eritmasini rangsizlantiradi deyapti. Xato, kirishmaydi reaksiyaga. 1 mol x to'yintirish uchun 3 mol vodorod kerak deyapti. To'g'ri, chunki bitta qo'shma, bitta 3 bog' bor. Demak, 1 va 3 to'g'ri ekan.